kishi dunyodan qancha nasibasi ko'p bo'lsa, dinidan shuncha ko'p ilm unga kerak bo'ladi. Bu qoida bu. Dunyoning mansabi bo'ladimi, puli bo'ladimi, ishi bo'ladimi, qancha nasibingiz ko'paysa, xuddi shu dunyoni yaratgan zotning ta'limotidan shuncha ko'p sizga bilim kerak bo'ladi. Oddiy yashayotgan odamga ozroq ilm yetadi. Hayoti murakkablashgan sari, moddiy dunyoga aralashgan sari uning ma'naviyatdan nasibasi shuncha ko'p bo'lishi kerak. Shunda u muvozanatni ushlaydi. O'zi tabiiy ehtiyoj ham bo'lib qolar ekan. Tabiiy ehtiyoj bo'ladi. Bo'lmasa muvozanat buziladi. Buzilar ekan. Buziladi. Uni aksida ilmga ham xuddi shunaqa. Ilmingiz ko'payib, ilmiy faoliyat qilaman degansaringiz ko'p pul kerak bo'ladi. Dunyoni Alloh shunaqa yaratgan. Moddiy dunyo, ma'naviy bu bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan, ikkalasi bir o'zanga xizmat qiladigan imkoniyatlar o'zi. Kishi dunyodan qancha nasibasi ko'p bo'lsa,